Men asosan ayollarda bemor qilib ko'rishim sababi, chunki niyatda birinchidan avvaldan ayol stomatologlar juda kam bo'lgan. Bizni o'zbek mentaliteti ayollar erkaklardan o'zini olishgan, hayo qilishgan, ilojsiz erkaklarga borishgan. Erkaklar odatdan biz semiz, bo'ylari baland, qo'llari katta bo'ladi. Ayollarni og'iz bo'shlig'ida ishlash erkak vrachlarga borish noqulaylik tug'dirgani sababli ayol stomatolog izlashgan. Shunda ideya paydo bo'lgan, что men ayollarga xizmat ko'rsatamiz. Baribir juda yaqin kontaktda ishlanadi stomatologlar. Shuning uchun ayollar o'zini bemalol qo'yib, расслабление holatda tishlarini davolatish kerak. Agar напряжениеda o'tirsa, bu anestetikda ta'sir qilmasligiga, tishlarni keyinchalik og'rishiga ham sabab bo'lish ehtimoli bor. Toshkent shahrida yashovchi ayol qizlarimiz diqqatiga, agar sizga ham malakali ayol stomatolog kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.